Abduqodir Husanov haqida inglizlar fikri. 3-video. Bilasizmi, o'sha Husanov Manchester City'dagi debyutida juda yomon o'yin ko'rsatgandi. Maydonda xuddi tajribasiz, ishonchsiz bola kabi ko'ringandi. Qiziq tomoni aynan Chelsiga qarshi o'yinda. Endi esa uning Manchester City'dagi ikkinchi mavsumidamiz va u asta-sekin jahon darajasidagi markaziy himoyachiga aylanib borayotganini ko'ryapmiz. Unda hamma narsa bor. Tezlik, himoyaviy sezgi, joylashuv, yuqori darajadagi himoyachi uchun kerak bo'lgan hamma sifatlar. To'p bilan ham juda yaxshi o'ynaydi. Yana bir bor aytaman, u Premier Ligada to'p darajadagi markaziy himoyachi bo'lish uchun kerakli hamma narsaga ega. Meni hayratga solgani shuki, Gary Neville uning formasi yaxshilanishini Mark Gehi transfer bilan bog'lagani. Yo'q, bu bilan umuman aloqasi yo'q. Bu yigit hali juda yosh, lekin unda hamma narsa bor. Bu o'sish faqat o'zining sifati bilan bog'liq. Buni boshqa futbolchi kelishi bilan bog'lash unga nisbatan biroz hurmatsizlik. Aytingchi menga, Husanov bu vaziyatdan qanday qilib chiqib ketdi? U Muhammad Salahdan taxminan 10 yard uzoqlikda yiqilib tushgandi, lekin baribir qaytib kelib zarbani to'sdi. Rostini aytsam, o'yinni o'zgartiradigan himoyaviy harakatlar haqida gap ketganda, bu aynan shunday vaziyatlardan biri. Chunki agar Salah o'sha vaziyatda gol urganida, keyin nima bo'lishini hech kim bilmasdi. Husanov Manchester City uchun juda muhim futbolchi. U haqiqatdan ham aql bovar qilmas darajada o'yin ko'rsatmoqda. Haqiqiy O'zbekiston jangchisi. Kelajakda Manchester City sardori bo'lishi ham mumkin. Bu o'yin Abduqodir Husanov uchun hammasini o'zgartiradigan o'yin bo'ldi. Manchester City muxlislari uni allaqachon juda yuqori baholashardi, lekin boshqa muxlislar uning omadsiz debyuti sabab unga unchalik ishonmagan bo'lishlari mumkin. Ammo bu o'yindan keyin ularning fikri o'zgarishi kerak, chunki bu yigit kelajakda super yulduz bo'ladi. Yana bir bor aytaman, sen haqiqiy tabiiy kuchsan. Dunyodagi eng kuchli himoyachisan. Barchangiz mazkur videoni hoziroq ko'rishingizni xohlayman. Manchester City muxlislari, men bilan bahslashishingizga hojat yo'q. Aslo umringizda bu yigitni boshqa birovlar bilan solishtirmang. Gehi, Diash undan ortda. Akasi bilan u yerga Jon Stonesni ham qo'shsangiz bo'ladi. Barcha himoya chizig'ini